Aziz vatandoshlar, dunyo o'zbeklari o'z teledasturlarini O'zbekiston poytaxti Toshkent shahridan turib yana davom ettiradi. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismillah deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimiz prezident administratsiyasi rahbari yoki Saida Shavkatovna nomidan Buxoroga borgan bir firibgar mashennik haqida hikoya qilamiz. Bir narsaga e'tibor qilishlaringizni istardim. Shavkat Mirziyoyev bugun O'zbekistonda tadbirkorlarga juda katta sharoit yaratib beryaptilar. Ikkita odamga ish bergan, oylik bergan tadbirkorni boshimga ko'tarib yuribman deydilar. Yuramiz deydilar. Lekin ikkita emas, 2000 ta odamga oylik berayotgan Buxoroda prezidentni o'zi shu ishga qo'ygan bosh vazir bo'lgan paytlarida shu kishini hurmatiga Ismat aka halol pokiza mana necha yil bo'lib ishlab yuribman deydi. Bu Nasriddin Rashidov degan bir tadbirkor. Lekin obil prokuror, Buxoro viloyat prokuroriga men bugun juda qattiq e'tiroz bilan chiqaman. Buxoro viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i, Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasining boshliqlari bu odamni qadriga yetishdi o'rniga qanaqadir ig'volar asosida uni qadamini poyini qirqishga harakat qilib turibdi. Bu mavzuni men respublika rahbarlari bilan gaplashganman, bu mavzuni men alohida o'rganaman. Lekin bugun mana shu tadbirkorga qilingan bir navbatdagi g'irromlik haqida bir ayanchli voqeani kuni kecha sodir bo'ldi. Bugun 2025-yil 22 oktyabr 21 oktyabr bugun dunyo taraqqiyot osmoniga chiqib sun'iy intellektlar butun hamma narsani zabt etayotgan. İnsonni aql-u zakovati osmonlarni zabt etayotgan bir paytda, o'ziga bo'ysundirayotgan bir paytda O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyevni tinimsiz adolat va diyonat uchun olib borayotgan kurashlari avj olib turgan bir paytda O'zbekistonda yaxshilik va yomonlik, ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi kurash eng avj pardaga chiqqan bir paytda o'g'rilar, muttahamlar, mashinniklar hibsga olinib qamalayotgan bir paytda ko'ppa kunduz kuni bir o'zbek yigiti Shavkat Mirziyoyeva Saida Shavkatovna nomidan Buxoroga borib mana bu men aytgan tadbirkordan nima uchun boradi bu? Pul undirish uchun. Kim yubordi uni? U o'zidan o'zi Mirziyoyevaning nomini aytib kela oladimi agar uni tepada turgan o'zini qudratiga ishongan odamlar yollamasa? Hech qachon u Saida Shavkatovna nomidan men prezident apparatdan kelyapman, ogohlantiryapman, hushyor bo'linglar deb pulga, poraga imo qiladimi? Kuppa kunduz kuni. Shuncha odam efirlarga chiqib, men sizlar tomosha qilayotgan prezident shuncha gapirayotgan bir paytda prezident administratsiyasi nomidan kelish uchun kamida prezident apparatdan kimdir ortida turgan bo'lish kerak. Bu muttahamni. Men hozir davlat xavfsizlik xizmati rahbarlariga, O'zbekiston bosh prokuroriga, ichki ishlar vaziri Aziz Anvarovichga shaxsan murojaat qilmoqchiman. Mana shu efirim, mana shu 3 ta qudratli idora rahbariga, bosh prokuror Nig'matullo To'lqinovichga, davlat xavfsizlik xizmati rahbari Bahodir akaga, Qurbonovga, ichki ishlar vaziri Aziz Anvarovichga, bevosita murojaat qilaman. Men hozir hamma danni beraman. Suratini beraman bu mashinnikni.
Ovozlarini qo'yib beraman. Hibsga olish kerak buni. Bu aytadi keyin kim yubordi? Prezident apparatdan kim uni shu ishga yo'lladi? Yoki prezidentga yaqinman deb yurgan bir guruh mashinniklar bor O'zbekistonda. Ular prezidentga yaqinman deb sodda odamlarni aldab, pulini olib, boyligini o'ziga o'tkazib yuribdi. Men bugun bularni efirdan aniq aytaman, kerak bo'lsa men nimalarni taqdim qilaman kerakli idoralarga. Adolatni, xalqni qalbiga biz adolat bor, Mirziyoyevning siyosati adolatli siyosat deb turgan bir paytda Mirziyoyevning nomini sotib firibgarlik qilib yurgan odamlar bor O'zbekistonda bugun. Men eshikni yopib qo'yay, ovozim juda baland darajada ketyapti. Demak, nahosile kursdaman. Men uni suratini efirga qo'yib, qolgan gaplarni nimadan o'qib bera olmaskanman efirga. Uni suratini qo'ysam, telefondan o'qib bera olmaskanman, uni qo'yishim kerak ekan ovozini. Xullas, avval bitta ovozni eshitamiz birgalashib. Keyin men u yigitni o'zini suratini sizlarga ko'rsataman. Quloq solamiz. Nima deydi? Islomni zavodili bo'yicha. Rabat zavodili bo'yicha. Ariza tushganda o'shanga menga zadaniya berishdi, men borib ko'rib, sizlar bilan gaplashib kelishim kerak. Aha. Bo'ldi. Ha. Bo'ldi aka. Qachon kelasiz? Men hozir viloyatdaman. Aha. Kamisiz O'zbekiston vodiysida. Ha, eshitganman aka. Shu hozir men vodiydaman. Endi bugun yoki ertaga qaytaman men. Aha. Qaytgandan keyin men yana sizga qaytib chiqaman-da, keldim deb. Keyin men anaqaga chiqib, haligi nima deydi, vokzalga chiqib, Afrosiyobga bilet olaman. Aha. Bilet olgandan keyin men sizga aytaman, qachongi nima o'sha meni vokzaldan kutib olsangiz, og'ayni yaxshi bo'lardi, Feruz. Xo'p aka. Men bitta o'zim boraman. Atakbashi bir brigada yig'yapti. Nima aytdim? Hech o'tga brigada keragi yo'q, yaguru. Odamlar nima aytgan bo'lsa, yozgan bo'lsa, unga sirrazu qilish kerak. Xullas kalam, men bitta o'zim boraman, o'zim ko'rib gaplashib ko'ramiz. Bu hech anaqa joyi yo'q, hali nima deydi, strashniy joyi yo'q. Bo'ldi aka. Yana sizlarda yana endi o'tda anaqa asosan o'tda Rashidov, siz Rashidov Feruz, Rashidov Nasriddin kim u? Uchirditil ta'sischi aka. Ta'sischi bo'ldi shu. U meni ular menga keraklar, xo'p. Tabii o тоже uqazil ikkita o'g'lini ko'rsatgan. Aha. Ikkita o'g'li. Nima masala o'zi akajon? Nima masala bo'yicha o'zi aka? Ama aytdim anaqa Musharraf Birabatish zavodi bo'yicha. Zavod bo'yicha ariza tushganmi sizlarga? Da. Хорошо. Men bitta xullas kalaman. Endi bugun qaytmasam kerak, ertaga qaytaman-da. Qaytgandan keyin men sizga Feruz qaytib chiqaman-da, aytaman keldim deb. Xo'p. Bo'ldi aka. Keyin bilet olgandan keyin qachongi bilet olganimni aytaman, meni vokzaldan kutasiz. Bo'ldi aka. Keyinchi Feruz bunda men sразу обратный biletni ham sразу olaman. Kechqurun qaytib kelishim kerak edi yana. Bo'ldi aka. Bo'ldi. Bo'lmasa hozir Feruz deb sizni nomeringizni yozib qo'yaman, xo'p? Aha, xo'p. Buxgalteringiz ismi nima edi? Elmurod. Hozir bir minut shoshmay turing. Bu birinchi telefonli razgovor. Men boryapman deyapti bu kishi. Men boryapman Buxoroga deyapti. Prezident administratsiyasini topshirig'i bilan boryapman deydi. Bir joyda Saida Shavkatovani aytadi. Hozir men uni ham qo'yib beraman sizlarga. Demak,
Ana endi u Buxoroga keldi. Значит, bu 7:30da jo'nasa 4 soat yuradi. Sizlarga Buxorogacha. Qaytishda 5 ta o'tdan jo'narkan. Böyle aka. Shu 4 soatmi, 5 soat birga sizlar bilan tanishib, birpas gaplashib qaytib kelaman. Значит, men nima qilay, yana bir qo'ng'iroq qilib aytaymi, vtornik kuni. Ha, telefon qilib qo'ysangiz aka. Vtornik kuni men qarang og'ayni yana anaqa hali esingizdan chiqarib anaqa qilib, men yana hokimiyatga kirib, hokimiyat bilan yana anaqa qilib yurmay, esingizdan chiqolmasam og'ayni, xo'p, kutib oling meni. Mana bilasa, anaqa Feruz bilasa, sizlar hokimiylar в курсе дела. Men borishim. Помощники в курсе дела. Rustam kim o'tdi, Rustam hokimiyatda? Bular bu kelishdan 2 kun oldin hokimning fikrsi dedi. Administratsiyadan boryapman dedi. Men viloyat hokimiga chiqdim. Viloyat hokimi xabarim yo'q Simanjon dedilar. Davom etamiz. Rustam lekin bilmadim lekin aka. Menga Rustam degani ham chiqdi-da o'tda. Aha. Bo'ldi. Mana shu şey bo'ldi. 2 kishi biladi. O'zi aka ana bu nimani so'ramoqchi edim-da, o'sha ariza dedingiz-ku siz? Da. Ha, o'sha nima masala bo'yicha o'zi ariza aka? Shu musor перерабатывающий заводili bo'yicha asosan gap ketyapti. Borganda o'sha yerda hammasini aniqlamiz, bir gaplashib olamiz. Bunaqasi yo'q hammasi. Endi menga zadaniya bergandan keyin nima qilishim shartda. Tushunasizmi? Menga mana hozir bilet olib berishdi. Ana kassadan borib oldim. O'zi qayerda o'zi yozgan dedingiz aka? Tushunmadim, nima dedingiz? Qayerga o'zi arizani yozgan deymi? Ariza shu sizlarni aholi trans kompaniyasida sizlarda musor перерабатывающий заводili bormi? Bor. Shu masala bo'yicha-da asosan. Yo, o'sha arizani deyman, qayerga yozganmi? O'sha kuni siz aytdingiz, men prosta oldin shovqinib ketdi edim-da, o'sha uchun aytdim. Prezidentimiz yordamchisi Saida Shavkatovna eshitganmisiz? Ha, eshitganman. Bo'ldi, o'sha bo'yicha zadaniya bo'yicha o'sha ketyapman sizlarga. Administratsiya o'sha yerda yozganda shunaqada. Da. Bu borganda hammasini aniqlamiz. Bu narsaga sal seryoznroq qarang-da. Ish qilib meni kutib olsangiz bo'ldi. Men o'zi yomon niyat bilan ketayotganim yo'qmi, yaxshi niyat bilan. O'sha yerga birpas borib, mana anaqa qilsaylar bo'ldi. Xo'p. Хорошо. Bu telefon qilasizda aka, o'sha kuni chiqayotgan vaqtingizda telefon qilib qo'ysangiz. Poyezdga o'tiraman-ku, Afrosiyobga. O'shani qo'ng'iroq qilaman. Iltimos, mana bu telefoningizni ana pulini to'lab qo'ying, zaryadkalarni yana telefonni yo'qotib qo'ydim, u yoq bu yerda hech gap so'zlar bo'lmasin. Xo'p, og'ayna. Xo'p, aka. Feruz bo'pti og'ayna, yana o'sha yerda borgan bir uchrashib gaplashamiz. Mengacha asosan qarangda 5 kishi kerak edi. Mana siz rahbarsiz, bosh buxgalteringiz, o'ta keyin Rashidov, Nasriddin, 2 ta o'g'li, 5 kishi menga kerak, masala bilan tanishishim kerak. Xo'p. Bo'ldi aka, endi ular agar shu yoqda bo'lsa, aytib nima qilaman? Ta'sischilar deyman, shu yerda bo'lsa aytaman aka. Yo, ular bilan men tanishishim kerak-da. Tushuntirdimmi? Ha, tushundim aka. Endi ular safarda bo'lishadi, boshqa bo'ladi, endi o'shanga aytyapman-da. Yo, anaqa o'shani bir hozirdan hal qilib qo'yingda, qarashim, vtornik kuni boraman. Shu 5 kishi menga kerak. Kelishdikmi, Feruz? Qarasha aka. Bo'pti, xo'p, xayr. Saida Shavkatovna dedi, topshirig'i asosida dedi, eshitdinglar. Yana bitta nimani qo'yamiz efirga. O'shanga men uchta odamman. Haligi nima deydi, men qildim, bitta o'zim ketyapman. O'shanga ana boshqa korxonalardan aytdi. Men ularni hammasini yo'qib, bitta o'zim ketyapman. Xo'p, aka. Mayli, bo'pti, yana o'sha vtornik kuni bir gaplashamiz. Просто sizlar bu narsaga sal серьезныйroq относиться qilib anaqa qilsanglar bo'ldi. Hech strashniy joyi yo'q. Bo'pti, Feruz aka, vtornik. Xo'p.
Alo. Shiruz, Labba aka. man sizga bitta narsani aytib qo'yayin. Mana shu biza bu yerdan o'zi 4 kishi borishimiz kerak. 4 kishi borishimiz kerak edi. Saida Shavkatov bilan mani o'zimni yuboribdilar. 4 kishi shart emas ekan degani pulni taxlab qo'ydigani bu endi. Mayli endi. Qarang, prezident administratsiyasini rahbarini nomini bemalol aytib qo'rqmay kupa kunduskini iftorni kuni ertalab, kecha ertalab Buxoroga keldi bu. Endi bu yog'ini eshitinglar. Buxoroga keldi bu. Mana Buxoroga keldi. Yatak bor. Chunki u hamma narsani bilyapti. Xullas kalom bu yerda mana bu tashqi ishlarni yozdi. Endi Assalomu alaykum aka. Asosan bu yerda gap ketyaptiki, mana shu musor перерабатывающий завод. Musor перерабатывающий завod qurilgandan beri bir kun ham ishlagani yo'q. В общем, и до сегодняшнего дня. Chunki bu yerda oldingi hafta odamlar yuborishgan. Sizlarga kirgani yo'q. O'shanaqadan taksi namat qilib, o'sha olib borgan ekan. Korpusda ishlayotganda yana boshlab qaytdi. Endi manga bu narsani o'rganni o'zi, как это все сейчас мы должны, понимаете, это все. Xullas kalom, ekonom degan narsani tushunasa, ekonom qilishgan deyapti-da buni. Bitta anaqasi ham yo'q, hech kim ishlamaydi ham, ichida qaradonesi ham yo'q, qurilgan zdaniya bor. Qurilgan zdaniya ham shu proyektga to'g'ri kelmaydi. Men, например, bu yoqqa bormayman ham, ko'rmayman ham, qaramayman ham. O'shanga O'shanga Firuz bu lekin yaxshi gap emas. Видимо, те люди, u odamlar bizim ichiladi. Bilgan. Bilib turib yozgan. Они чего не хотят? Они endi bilan nimani xohlayapti? Nima xohlayapti? Aytyapti-da buni. Buni deydi Genprokuratura, налоговый комитет, Госстройдан deydi, говорит. Yo'qsa hamma narsani deydi, ochib beradi deydi. Biladi deydi. Что вложено, что nima tikilgan, nima tikilmagan hamma narsani biladi. Ularni qilishyapti, ko'rsatyapti xatda. Men xatni ko'rganim yo'qman. Men kecha ham siz bilan gaplashganda shu bitta odam bilan o'tirib gaplashdim. Мы верно пришли к такому выводу. Понимаете, yozgan odamlarni bir amallab katta bilan bir yopishtirish kerak deyapti-da buni. В общем, в основном вот nima deydi, musor перерабатывающий zavodlarni ko'rsatgan. Ularni deydi, yaxshilab deydi, tekshirsanglar hammasi chiqib keladi deyapti. Nimasini lekin men to'g'risi men tushunmayman. Zavod ishlayapti o'zida. Yo'q. Men prosta aytmoqchi bo'lganimki, siz o'zi administratsiyada ishlaysiz, o'zi to'g'rimi? Xo'p, o'sha xat bormi? Bor. Qo'ymaganda men qayerdan keladi? Xo'p, o'sha xatni o'zini u xatni menga bergani yo'q, islagan bermaydi ham, islagan ko'rsatmaydi. Qarang, siz administratsiyada ishlaysizmi deyapti. U keldi Buxoroga. Qo'rqmang. Bular kutib oldi vokzalda. Bular security kamera qo'yinglar dedim. Mana u yozib olishdi. Siz administratsiyada ishlaysiz? Ha dedi. U shikoyat qani bering dedi. U shikoyatni men tugul sizga ham berishmaydi deyapti. Saida Shavkatovna shikoyatni bermadi. Hujjatingiz bormi deydi, udastoverini. Pasportim bor deydi. Yo'q, udastoverini yo'q. Viloyat hokimiga aytganman degan odam udastovereniyasiz kelyapti mana. Davom etamiz. Ushlab turishibdi. Hali gaplashib, borib, ko'rib, gaplashib kelgan. Поставьте
kurs сделать. Kim aytyapti? Mani rahbarimda. Rahbaringiz kimda? Yo'q, endi o'g'ring. Mani hozir. Yo'q, men aka siz hozir nima haqida gapiryapsizmi o'zim tushunmayapman. To'g'risini, masalan bizda masalan zavod bor-u, endi hozir siz menga aytdingiz-ku, shtobi men nimada administratsiyada o'sha yerda ishlayman dedingiz. To'g'rimi? Men просто endi ariza dedingiz, bo'lgan dedingiz. Shu ariza bo'yicha dedingizki, kelyapman dedingiz. Men o'sha uchun aytyapmanki, masalan o'sha ariza qani, o'sha ariza agar bo'lsa agar işte sizga yo'nalishi, siz haqiqatdan ham siz o'sha yerda ishlaysizmi, bironta bir hujjatingiz bo'lsa, boshqa bo'lsa bering, tamam ko'ray aka. Yo, uni menga bergani yo'q. Menga bergani yo'q xatda. Alo. Alo. Arizani menga bermadilar Saida Shavkatovna deyapti. Ariza qani deyapti. Ariza yo'q. Hujjatingiz bormi udostоверение? Yo'q. Pasportini ko'rsatadi. Menga bergani yo'q. Feruz. Он menga ham ko'rsatgani yo'q. Menga единственное. Я сейчас еще сюда, приехал, просто с вами переговорить. И все, поставить вас в курс дела. Agarda sizni anaqangiz bilan ham gaplashishim kerak edi. Rashidov Nasriddin bilan. Yo, forum bo'lyapti aytdim-ku. Hiltingga o'z forum bo'lyapti. Xabaringiz bormi yo'qmi? O'sha shunday mana direktor ko'rsatgan. Buxgalter Nasriddin ekan, ikkita o'g'lim, 5 kishi bilan men o'zi gaplashishim kerak edi. Xo'p, mayli, men aka men tushundim. Siz haqiqatan o'sha nimada ishlaysiz? Nima qilyapsiz? Yo'q, guvohnomangizni, bunaqangiz bo'lsa, yo'q, shtobi siz aytdingiz-ku, siz masalan kelyapsiz aka, siz aytdingiz. Men dedingiz prezidentimizni yordamchilarini qo'llarida ishlayman dedingiz. To'g'rimi? Men просто aka shubha uyg'ot nima bo'lyapti-da aka? Shtob siz haqiqatan o'sha yerda ishlaysizmi, yo'qmi? Transport sohasi bo'yicha. Transport sohasi bo'yicha. Эта заява, я сейчас вам скажу, поступила, я не знаю через кого, и попала, Саида Шавкатовна. Саида Шавкатовна, она посмотрела на это, понимаете, где... Saida Shavkatovna deyapti, eshityapsizlarmi? Yana bir marta qo'yaman. Siz haqiqatan o'sha nimada ishlaysiz? Nima qilyapsiz? Yo'q, guvohnomangizni, bunaqangiz bo'lsa, yo'q, shtobi siz aytdingiz-ku, siz masalan kelyapsiz aka, siz aytdingiz. Men dedingiz prezidentimizni yordamchilarini qo'llarida ishlayman dedingiz. To'g'rimi? Men просто aka shubha uyg'ot nima bo'lyapti-da aka? Shtob siz haqiqatan o'sha yerda ishlaysizmi, yo'qmi? Transport sohasi bo'yicha. Transport sohasi bo'yicha. Заява, я сейчас вам скажу, поступила, я не знаю через кого, и попала, Саида Шавкатовна. Саида Шавкатовна, она посмотрела на это, понимаете, где Яшимас. Кто такие будто президентимizdan kelgan bo'tga deyapti. Tashrif bo'lgan, hammasi bo'lgan aka. Endi kim nima deydi, nima qo'yadi aka? U o'zi biladi aka, hamma narsa aka bizda masalan qonuniy hammasi kelgan, masalan как proyekt, kreditga olingan aka, hamma narsa aka qonuniy nima qilib qurilishgan, nima bo'lgan aka. Shuncha bank bor, boshqasi bor. O'shanga mana biznes loyiha bo'lgan aka. Sizlarga shu gapni yetkazish, все. Endi men sizni просто siz endi menga aytdingiz-ku, men o'sha yerda ishlayman deganingizga men endi o'shanga aytyapman-da, menga просто shubha uyg'otdi-da. Shtob siz haqiqatan o'sha yerda ishlaysizmi yoki yo'qmi? Ariza bo'lgan bo'lsa, arizani masalan shtobi men aytdimki, siz o'zingiz bilan arizani olib kelsangiz, или fishkasi bor, boshqasi bor, vizasi bor. Arizani bermaydi, istagan bermaydi, menga ham bermaydi. Это, если что, это, понимаете, это документ. Xo'p, mayli o'sha ariza bo'lgan bo'lsa, kelar boshqa qilar ekan, mayli biz hamma narsasiga biz tayyor. Sizlar ish qilib o'sha zavodinglar asosan zavod bo'yicha ko'rsatganda, o'sha zavodda Zavod aka bizdan aka masalan musor ko'chada. Faqat bizda qanday bo'lyapti? Ertalab shunday chiqib ketadi, lo'lilar
ko'chalarda eshak aravada, nimada, hamma yoqda priyon punktlar ochilgan, hammasi bakalashka, makalashka, mana shularni hammasini oladi-yu, zavodga aytadi. Zavoddan aka biz u yerdan biron bir pribilni narsa yo'q, bizga u zararga ishlaydi. Zararga ishlashini hisobiga, shu uchun to'xtatib qo'ygan biza. Buni даже biz hammasiga xatam qilib bergan, biz ekologiya ham biladi, hokimlik ham biladi, hammasi biladi. Bunday juda ham yaxshi-da. O'zim U bizga o zavodni ishlatishimiz bizani o'sha Tokio boshqasi o'sha bilan minusda, u zararga ishlaydi-da. U ob'yom katta yerda u berdan boradigan tushunarli. nima to'g'ri kelmaydi. Самое главное bo'tachi, men tushunishimcha, bu birovni qo'li bilan bo'ttigilarni hammasini yo'q qilib, ammo bilan o'ziga olmoqchi-da. Ammo yatak qo'ygan. Kim olmoqchi aka? Men Men tushunmayapman-da. Ularni men tanimayman, ularni men даже ko'rganim ham yo'qman. Rossiyada kecha ham o'tirib, shuni menga aytishdiki, borasida nima deydi, direktor bilan, tashchi bilan gaplashib, shu gaplarni yetkazib bo'lsangiz bo'ldi deyapti. Здесь накатали sizlarning ustinglardan yozgan shu zavod bo'yicha. Asosan bu yerda ishlayotganinglar это мелочи жизни. Zavod shu. Shu qurilgandan beri biror marta ishlamagan. Nima ishlamagan aka? Endi sizga kim nima ma'lumot bergan, endi men bilmayman aka. Yo'q, endi xatda shunaqa yozilgan-da. Ha endi aka, xatda masalan har xil narsa yozishlari mumkin-da aka. Men aytyapman-ku, davlat bor, boshqasi bor. O'shanga hozir mana siz bilan gaplashyapman, hammasi yaxshi deyapti, ilom yaxshi bo'lsin. Endi men borib, men, например, у меня желания нет сейчас, допустим, вот этот ваш мусороперерабатывающий завод ехать, нам borgim yo'q. Mana soat 4:30ga yana o'sha joyga olib chiqib qo'ysangiz bo'ldi. Самое главное, что я вас поставил в курс дела. Все. Mana shu. Mayli, men siz endi rahbaringiz kim aka? Men to'g'risida men shtobi siz kelyapsiz, menga masalan bu gapni aytyapsiz. Masalan, ko'pchilik ko'p narsa deydi. To'g'risida men shtobi men bilay, shtobi siz qanaqa, nima shtobi bo'lgan bo'lsa, masalan chiqadi, masalan ular ham masalan nima emas-ku aka. Siz haqiqatan masalan siz o'zingiz aytganingiz, masalan telefonda siz menga aytdingiz-ku, masalan administratsiyada men ishlayman dedingiz aka. Shunaqa dedingiz. Xo'p, hujjatingiz bo'lsa bering aka, tanishay. Men to'g'risi men sizga endi transport sohasi bo'yicha meniki. Transport, chunki butun respublikadan yozib kelishadi, o'shalarni men sekin-sekin qisqartirib, наш президент квартальный, он изучает все. O'shani yozib beraman, там, допустим, viloyat unaqa deb. O'ta pripiska qilganman. Bari transportdachi? Transport nima? Nimani o'zidan, administratsiyani o'zida transportda siz ishlaysiz. Da, anaqa kelmaydi, nima deydi, to'g'ri kelmaydi transport. Например, mana benzinni qarangda. Zavod mashina chiqaradi, tam допустим 10 litr benzin qo'yadi, stendga qo'yadi, допустим 5-chi skorsiya 100 bosadi. Shu benzin tamom bo'lguncha, shu 10 litr. Keyin speedometrga qaraydi. Tushunasizmi? Допустим 10 litr qo'ydi, 100 kilometr yurdi deylik. A bu yerda siz mana yurasiz, birinchi skorost yurasiz, ikkinchi skorostda qizil chiroqqa kelib to'xtaysiz, o't probka, to'g'ri kelmaydi. Transportda to'g'ri kelmaydi. Balloniga to'g'ri kelmaydi. Olgan запчастиga, аккумуляториga bilan. Shunga bu nima har xil nimalar? Это у меня вот эта задача. И сейчас мое направление к вам прийти и вас предупредить. Все. Все. Aka, mayli, men ishlarsidan men qo'rqadigan, boshqa bir mayli nima qiladigan joyimiz yo'q aka, xudoga shukr ishlab yuribmiz. Siz men haligi nima deydi? Hozir Toshkentda bo'lsalar, Nasriddin aka, ладно, пускай он позвонит, я его со всеми сведу, они поговорят сами еще тоже. Это вообще yaxshi ish bo'lardi. O'zini anaqa o'zlashtirib qo'ysam, shu zo'r ish bo'lardi. Mana, я говорю, sizlarga mana shuncha mana anaqam yo'q. Sizlar qilayotgan ishinglar, nima deydi, rus tilida aytganda, ваше благородное дело. Savob ish qilyapsiz. Lekin rus tilida неблагодарный. Неблагодарный tushunyapsizmi? Bari o'tdan ishga chiqib keladi, anta qolib ketibdi, mana qolib ketibdi, axlat deb
har xil lishni gap so'zlar odamlar gapirishi mumkin, rahbarlar gapirishi, hokimiyatdan gapirishi mumkin, to'g'rimi? Ana o'shanga bu не благодарны. Mayli, men prinsipi o'zim mana qalma sizlarga yetkazdim. Aka bironta bir чтобы o'sha yerdan ishlashingiz bo'yicha biron bir hujjatingizmi yo'q? Чтобы haqiqatan siz pasportim bering. yo'q, men pasportingiz-ku nima emas. Чтобы yo'q, чтобы bilish uchun. Endi nimaga aka, siz agar davlatga ishlayman deyapsiz, davlat xodimi bo'lsangiz, haqiqatan masalan siz o'sha yerda ishlaysizmi, yo'qmi? Men o'shani masalan bilmoqchiman aka. Чтобы siz endi menga buni kelib aytyapsiz-ku. To'g'ri gapirasiz. Meniki olganingiz. Shunday, rahbaringiz kimlar aka? Menga agar nima bo'lsa, nima qilib bersangiz. Eng yaxshi bo'lsa, to'g'risini olib kirib chiqaman. Xo'p, хотите, Messi поедем, men sizni olib kirib chiqaman, direktor etib. Qayerga? Ha? Qayerga olib kirib chiqasiz? Ertaga keling. Qayerga? Toshkentga. Administratsiyaga olib kirib chiqarasizmi? Da. O'tganlikani qilmaydi-yu. Haligi nima deydi? Priyomnisi bor, o'sha priyomnida gaplashib olasiz. Ha aka, men aytyapman-ku, men просто sizni tushundim. Gapingizga men to'g'ri gapirasiz, lekin men aka, men ishonmayman aka, endi men to'g'risida. Уважение olmadimda men bitta pasport olib kelaman. Bitta pasport olib kelaman. Mana shunaqa. Boshqa nima aytmadim. Вроде hamma narsa aytdim. Единственное ваше требование удостоверение надо было показать. Rahbar sizni transport bo'yichami bu kishi? Ismlari nima? Abdujabbor. Abdujabbor. Mayli, bir chiqib toza havoga. Mayli aka. Yaxshi bo'ldi. Avval Saida Shavkatovnaning topshirig'i bilan keldim dedi. Keyin hozir transport adili prezident adilidan administratsiyadan Abjabor aka men rahbarim deyapti. Oldin Saida Shavkatovnaning topshirig'i bilan keldim dedi, eshitdinglar hammasini. Endi mana bu odamning pasporti mana. Yusupov Hikmat Umarjonovich 54-yil 26-martda tug'ilgan. Yigirma 25-yili 6-fevralida yakunlangan amal qilish muddati keyin yana 35-yilgacha cho'zilgan shekilli. Mana sizga Yusupov Hikmat Umarjonovich pasporti. Bu odamning gaplarini eshitdinglar o'zlaringiz. Prezident administratsiyasidan boryapman, Saida Shavkatovna yubordilar deb telefonda aytgani bor. Hozir aytyapti. Bu bola u javob bera olmayapti. Toshkentga borsangiz prezident administratsiyasiga olib kiraman deyapti, Lutfos. Saida Shavkatovnaning oldiga. Xullas mana shu o'zini surati mana ko'rsatdim sizlarga. Alo. Feroz aka, значит, biletlarni oldim vtornikka. Значит, bu 7:30da jo'nasa 4 soat yuradi. Sizlarga Buxorogacha. Qaytishda 5ta o'tdan jo'nar ekan. Bo'ldi aka. Shu 4 soatmi, 5 soat birga sizlar bilan tanishib, birpas gaplashib qaytib kelaman. Значит, men nima qilay, yana bir qo'ng'iroq qilib aytaymi vtornik kuni? Ha, telefon qilib qo'ysangiz aka. Vtornik kuni men qarang og'ayni yana anaqa hali esingizdan chiqarib ana qilib
man yana hokimiyatga kirib, hokimiyat bilan yana nima qilib yurmay, esingizdan chiqib qolmasin, og'ayni qolib kutib oling mana. Mana bilasa, anaqa Feruz bilasa, sizlar hokimiylar в курсе дела. Man borishim. Помощники в курсе дела. Hokimiylar в курсе viloyat hokimi. Men telefon qildim, u kishi xabari yo'q. Endi hozir bu yoqqa o'tamiz endi. Dalshi nima qilamiz? Tak. Mana bu yigitni surati. Mana shu yigit demak Prezident administratsiyasi rahbari Saida Shavkatovani topshirig'i bilan Buxoroga keldi. Kuppa kunduz kuni pasportini ko'rsatdi. Men viloyat rahbarlariga aytdim, kuta olinglar dedim. Kuta olinglar deganim, operatsiya uyushtirib, ular tergovlar bilan birga kutib olish kerak edi. Lekin ular bunday qilmabdilarda, bu odamni o'sha yigit kutib olib, kabinetga olib borgandan keyin prezidentimizni topshirig'i bilan nima bo'lgan ekan? Prezidentimizni topshiriqlari bilan har bir viloyatda tadbirkorlarni haq huquqini himoya qiluvchi ombudsman bor ekan. Ular tadbirkorlarni haq huquqini himoya qilish bilan shug'ullanar ekan. Hozir men sizlarga demak ana o'sha bular hop nima Nasriddin aka Toshkentda bo'lgan, Buxoroda bo'lmagan, lekin bular meni fikrimcha, men aytganimdan keyin ular tadbir o'tkazib buni hibsga olishlari kerak edi. Viloyat prokurori, viloyat ichki ishlar boshqarmasining boshlig'i bular buni shunday qiladi deb men viloyat hokimidan xabardor qildim. Lekin ular hech narsa qilmabdilar. Demak, prezident qarori asosida biznes ombudsman bor. Buxoro viloyatdagi vakili Shiroz aka boribdi bu odamning oldiga. Uchastkovoy inspektor bilan borib, hujjat ko'rsating debdi ular. Prezidentimizda har bir tadbirkorni himoyachisi bor. Mana men Buxoro viloyati bo'yicha prezident qarori asosida biznes ombudsmanman. Buxoro viloyatdagi vakiliman. Siz kimsiz debdi bunga. Bu qochib ketibdi. Uchastkovoy bor. Nimaga hibsga olmadinglar? Men buni bir kun oldin sizlarni ogohlantirdim. Buxoro rahbarlariga aytyapman. Buxoro viloyat prokurori, Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi. Nima uchun sizlar qo'yib yuborasizlar? Buni uyushtirish qiyinmidi? Bu nima uchun boryapti? Pul uchun boryapti. Aka qo'ying endi, 4 kishini olib kelmay o'ziz kelibsiz. 1000 rahmat mana sizga deb $10,000 berish kerak edi. Tadbir haligi $10,000 nima qilingan? Xavfsizlik idorasini ham qo'shish kerak edi, viloyatni boshqarmasini, va u pulni olardi albatta. Olganda hibsga olish kerak edi buni. Prezidentning siyosati qayerda qoldi? Buxoroning rahbarlariga aytyapman men. Bir mashinni kupa kunduz kuni prezident administratsiyasi rahbari Saida Shavkatovning nomini 4 marta keltirdim hozir. Mana bu yozib olingan joyda. Aytib boryapti. Prezident apparatiga telefon qilish qiyin emas sizlarga. Nimaga buni qo'yib yubordinglar? Buni ushlash problema emas. Mana hozir suratini olib, 6 sekundda Azanvarovich yo Nig'matullo To'lqinovichga prezident apparatdan chiqsa, 6 sekundda buni ushlaydilar. Nimaga Buxoroni men ogohlantirdim, rahbarlarini. Xo'p, Buxoro hokimi uchib ketibdilar. Komandirovka bilan, prezident topshirig'i bilan xorijga uchib ketibdilar. U kishi aytib ketgan bo'lish kerak. Chunki men u kishiga ishonaman. Botir Komilov juda halol, pokiza, porядочный odam. Ismat aka bo'ldi, mana shu material yetadi, biz bu yog'ini o'zimiz hal qilamiz dedilar Botir Komilov. Nimaga viloyat prokurori, viloyat ichki ishlar boshqarmasining boshlig'i bu odamni hibsga olishni o'rniga e'tibor qilmadinglar. Yaxshi ham biznes ombudsmanni Buxoro viloyatdagi vakili bor ekan, Sherzod akami kim dedim boya. Shu kishi borib, "Sani dokumenting qani?" debdilar. Shiroz aka, Shiroz.
Dokument yo'q. Chiqib betdan ket debdilar. Ana shunday bo'lish kerak edi. U kishini huquqi yo'q qamashga. Nimaga uchastka inspektori jim o'tirdi? Nimaga uchastka inspektori buni nimalarini yozib olmadi? Demak, yana bir taklif. Manda bir bu odam Buxoroni rahbarlariga ishonib borgan, qo'rqmang. Yoki tepadan kim yuborgan bo'lsa, qo'rqma, ular seni qamamaydi degan. Shu uchun borgan bu. Nima bo'layapti O'zbekistonda? Kimlarga qolyapti bu nimalarda taqdirini hal qilish? Men o'zimga kela olmayman kechadan buyon. Shu bugungi kunda Mirziyoyev nima deyapti-yu, amalda nimalar bo'lyapti O'zbekistonda? Bir mashinnik 2000-3000 odamga oylik berib turibdi u tadbirkor. Aka, men deydi, tamom bo'ldim bo'ladi dastan deydi. Endi mashinnik yuboryaptilar menga deydi. Prezidentga shaxsan yetkazaman. Men efir orqali ogohlantiraman. Mana shu tadbirkorlarning pulini o'marish uchun o'ziga quloq solmasa, mana shunaqa mashinniklarni yuborayotgan tepadagilarga aytaman men. Ogohlantiraman hammalaringizni. O'ynashmanglar. Bu odamga ishonchli odamlar bor. Qamalmaysan, qamab qo'ysalar biz chiqaramiz demasa, ikki dunyoda bu odam Saida Shavkatovning nomidan bormaydi bu Buxoroga. Demak, bu masalani hozircha shu yerda to'xtamiz. Biz buni nazoratga olamiz. Buxoroda 2 million dollar pulni oldirib qo'ygan yigitlarni ham tergov qayta boshlangan, uni ham nazoratga olganmiz. Mana bu ishni Botir Komilovich chet el safaridan qaytib kelganlardan keyin biz yana gaplashamiz. Hozir men bu efirda prezident apparatidagi kishilarga, kerakli idora rahbarlariga, hammalariga yuboraman. O'ylaymanki, bu odamni hibsga olishadi va bu odam qafasga kirgandan keyin aytadi, kim tepadan buni qo'rqma bor deb yubordi. Ichki ishlar vazirligidanmi ular? Bosh prokuraturadanmi ular? Prezident apparatdanmi ular? Hammasi bilinadi. Men ishonaman. Kerak bo'lsa men Saida Shavkatovnaga shaxsan murojaat qilaman va men agar istasam men u kishini qabuliga bemalol kiraman. Shuni aytib qo'y hammalaringga. Men u kishiga ham yetkazaman buni. Prezidentga agar bo'lmasa, prezidentga ham yetkazish bizda imkoniyatimiz bor. Shuning uchun o'ylamanglar, O'zbekiston bugun o'zgardi. Bu kechagi Karimov davridagi O'zbekiston emas. Bunaqangi mashinniklar yayrab yashnab yurgan davr. Yo'q. Shuning uchun men hammani bugun efir orqali, hozir meni bilaman, ko'rib turibsizlar. Buni yuborganlar, buni yuborgan rahbarlar, buni yuborgan mashinniklar, sizlar meni hozir ko'rib o'tiribsizlar. Bu odamni o'zi ham meni ko'rib o'tiribdi. Demak, ko'ramiz. Qani sizlar zo'r chiqasizlarmi yo Shavkat Mirziyoyevning qonunlari zo'r chiqadimi? Mana ko'ramiz. Demak, kurash davom etadi. Buxorodagi bu vaziyatlarni biz o'z nazoratimizga olamiz. Bugungi dasturda mana shu yerda yakunlasak bo'ladi, lekin men hozir Buxoroga borganimda, Buxoroda men birinchi marta borib Botir Komilovich bilan tanishib, Buxoroda birinchi ko'rgan bir nimalarim haqidagi xotira bilan biz dasturga yakun yasaymiz. Buxoroga borganimdagi bitta yig'ilishdagi meni nutqimni men efirga qo'yaman. Buxoroda juda katta o'zgarishlar qilyapti Botir Komilovich. Lekin nima uchun mana bunaqangi voqealarni men ogohlantirishimga qaramay, nima uchun kuch ishlatar tizimlari, Buxoro viloyat xavfsizlik idorasi, Buxoro viloyat prokuraturasi, Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi nima uchun Saida Shavkatovning nomidan kelyapman degan mashinnikni hibsga olmay qo'yib yubordilar. Mana kecha vtornik kuni bu eson-omon chiqib ketdi. Havo yetmayapti, ko'chaga chiqaylik dedi-yu, boya gapida. Bu o'zi tamom bo'ldi, u bolani bitta og'iz gapiga. Yaxshi ham keyin ana u uchastkovoy uni qamamabdi, uchastkovoy ketdi. Haligi nima bilan birga? Nima uchun ular buni hibsga olmadi? Nima uchun bular buni qo'yib yubordi? Bu savollarni endi huquqni himoya qilish idorasi rahbarlari o'zlari so'rab, xodimlaridan javobini olsa kerak. Demak, biz bu masalalarda hammasini borishi natijalarini haligi qilamiz aziz vatandoshlar. Demak, men Buxoroga borganda mana shu gaplarni aytgan edim.
yerda juda ko'p xorijlik. Men 15 yil Kanadada yashagan o'zbek jurnalisti sifatida Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin O'zbekistonda sodir bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rib, hamisha ajib hayratlarga oshno bo'laman. Buxoroga kelganimga 2-3 kun bo'ldi. Biz mana shu Buxoroni gavhari hisoblangan Buxoroda Milliy institut, oliy dargoh bo'lmasa bu uyat edi, chunki Ibn Sinoday tib ilmlarini yaratgan, tib ilmlarini nafaqat butun dunyo olimlari tib ilmini Ibn Sinodan o'rganishini yaxshi bilasizlar. Ana shunday ajdodimiz tug'ilib o'sgan go'shalarda bunday oliy dargohlar bo'lishi kerak edi, lekin bu faqat Shavkat Mirziyoyev davrida amalga oshdi. Men bugun bir jurnalist sifatida Buxoroda ajoyib ishchan, kamtar hokim Botir Zaripov rahbarligida prezident Shavkat Mirziyoyev g'oyalarini buxoroliklar qalbida, ongu shuurida joy etish borasida o'zlarining yosh, g'ayratli, iste'dodli komandasi bilan Buxoroda olib borayotgan juda katta ulkan ishlar, ulug'vor ishlar bilan tanishib yuribman. 3 kun bo'ldi. Buxoroda Ibn Sino nomidagi mana shu oliy dargohda rahbarlik qilayotgan yosh, g'ayratli, juda ishchan rektorni ko'rib, u bilan suhbat qilib, men Shavkat Mirziyoyev davridagi kadrlar salohiyatiga, Buxoroda Botirjon Zaripov rahbarligida joylarga qo'yilayotgan halol, pokiza kadrlarning salohiyatiga yana bir marta qoyil qoldim. Abdulla Oripovning bir she'ri bor. Hakim va ajal degan doston yaratgan. Bu Ibn Sino haqida. Juda qadim zamonlarda 1000 yilcha burun Buxoroning shundoqqina afshonasida yashar ekan g'oyat zaki bitta o'spirin tengdoshlarin qatorida hali rasida chorva bilan mashg'ul edi ota onasi yoshligidan kamtargina kom olgan edi, lekin o'sha oilaning o'sha bolasi yosh boshidan hakim degan nom olgan edi. Bir narsaga tanti yurur doim tabiat, biray desa qaramagay usti boshingga, necha saroylardan hatlab o'tgan baxt nogahoniy xumoy bo'lib qo'nar boshingga deb, agar bu dostonni men o'qisam hozir tadbir kechgacha davom etadi. Bu dostonni boshlanishi men mana shu Buxoroda Ibn Sinoday ulug' bir alloma tug'ilib o'sgan yurtda mana shunday Mirziyoyev sharofati bilan amalga oshirilayotgan ulkan ishlarni ko'rarkanman. Qalbimda O'zbekistonlik ekanligimdan Qashqadaryoda tug'ilgan bo'lsam ham, lekin dunyoni yarmini ko'rib kelgan bo'lsam ham, lekin mamlakatimda sodir bo'layotgan ana shunday ajoyib o'zgarishlar uchun davlatimiz rahbariga ta'zim qilamiz. Bugungi ulug' ayyom hammamizga muborak bo'lsin. O'zbekistonimiz gullab yashnasin. Botir Zaripov rahbarligida prezident g'oyalarini Buxoroda hayotga tatbiq etish borasida olib borayotgan ulug'vor ishlarga xolis bir jurnalist sifatida chin yurakdan omad tilayman. Zavol ko'rma hech qachon o'lkam, zavol bilmas shu yoshing bilan muzaffar bo'l, g'olib bo'l o'ktam, do'st yoru qardoshing bilan asrlarning silsilasida boqiy turgay koshonang sening, ulug' bashar oilasida mangu yorug' peshonang sening, mangu yorug' maskanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Bu yerda juda ko'p xorijlik mehmonlar bor deyishdi. Welcome to Uzbekistan. Welcome to Buxoro. O'zbekistonga, Buxoroga xush kelibsiz aziz mehmonlar. Добро пожаловать
O'zbekiston, Buxoro hammalaringizga omad yor bo'lsin sizlarga. Men bu hayajonlarimni O'zbekistonda 15 yil bo'lmagan, 15 yil xorijlarda yurgan va Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonga rahbar bo'lgandan keyin o'z vatanimga qaytib kelgan baxtli bir jurnalist sifatida bugun O'zbekistonda bo'layotgan voqea va hodisalarni ko'rib, ana shunday his hayajonlarga hamisha yor bo'laman. Hammalaringizga Xudoyim iloyim yaxshi hayot nasib etsin. Buxoroliklar hayoti gullab yashnasin, dasturxonlaringiz to'kin bo'lsin, pullaringiz ko'p bo'lsin. Bu klinikalar bo'shab qolsin, odam kelmasin, hech kim kasal bo'lmasin iloyim. Demak, aziz vatandoshlar, men Buxoroga borganda Buxorodagi meditsina universitetida ochilgan kattakon bir klinikaga Botir Komilovich Zaripov, Buxoroning hokimi, meni taklif qilganlar. Yonimda Husenov, Samoyiddin Husenov, Buxoroga 19 yil Karimov davrida hokimlik qilgan kishi, yonida O'zbekiston senatori opamiz va viloyat prokurori, viloyat ichki ishlar boshqarmasining boshlig'i, viloyat xavfsizlik idorasining rahbari, viloyat soliq idorasi rahbari va viloyat hokimining barcha rahbarlari, a'zolari meni yonimda turganlar edi va bizning meni nutqim juda qattiq, yaxshi kutib olindi, guldiroz qarsak sadolari bilan bo'linib turdi. Mana shunday Buxoroda, mana shunday ajoyib insonlar rahbarlik qilayotgan viloyatga qanday qilib bir mashinnik Saida Shavkatovnani topshirig'i bilan kelyapman deb videolarda 3-4 marta uni ismini aytib qo'rqmay boradda Buxoro viloyat prokurori, Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi buni hibsga olmaydilar. Bu yerda qanday sir bor? Kim buni tegirmaylar deb qo'ydi tepadan? Sizlar qaysi davrda yashayotganini bilasizlarmi, yo'qmi sizlar? Sizlar o't bilan o'ynashyapsizlar. Sizlar qaysi davrda, qanaqangi bir holatda sizlar hozir prokurorlik qilyapsizlar? Xayollaringiz joyidami hammalaringizda? Mashinnikni, hibsda o'tirish kerak bo'lgan mashinnikni nimaga qo'yib yuborasizlar Buxorodan? O'sha buxorolik yigitni oddiy savollarini oldida dovdirab qoldi-ku bu. Nafas yetmayapti, tashqariga chiqaylik dedi oxiri. Bildi, qo'lga tushgani ma'lum bo'ldi. Ojizligini sezdi, tashqariga chiqaylik dedi. Va uni eshigidan chiqayotgan paytda yaxshi ham tadbirkorlar ombudsmani ichki ishlar xodimi bilan borib, hujjatsiz qani degan, boshqa degan. Hop. Va hujjat topa olmagandan keyin qochib ketibdi. Ha, nimaga chopmaydi nima? Uchastkavoy. Nimaga yaqasdan olmaysizlar? Nimaga tadbir qilib bir 10 ta militsiya bilan bormaysizlar? Men viloyat prokuroriga, viloyat ichki ishlar boshqarmasining boshlig'iga hozir aytyapman. Ertaga men bu savolni ichki ishlar vaziriga beraman. Ertaga men bu savolni bosh prokurorga beraman. Nimaga qo'yib yuborasizlar? Buxoroda viloyat hokimi Botir Komilovich tadbirkorlarni himoya qilyapti. Bu kishini ham kechagi yig'ilishda juda qattiq himoya qilgan. Obil prokuror, obil militsiyalarni zug'umidan himoya qilyapti u kishi. Ochiq oydin aytibdilar. Bosh vazirdan gap eshitdik. Tadbirkorlar Buxoroda 2000-3000 tagacha ishchilarga o'rin yaratgan, 3000 odamga ish bergan 4 ta 5 ta tadbirkor. Shularning eng obro'lisi mana shu yigit Nasriddin Rashidov bo'ladi. Tegirmalaring bunga deb qattiq gapiribdilar. Bo'lmasa prokuror har uchrashganda buni yeb tashlar ekan. Nasriddin Rashidov. Militsiya nachalnigi har uchrashganda qovoqni o'yar ekan. Nimaga unaqa qilasizlar sizlar? Men savol bermoqchiman Oblis ichki ishlar boshqarmasining boshlig'iga.
Nima sizlar MVDda kimlargadir yaqin bo'lsanglar, sizlarga shunaqa huquq berilganmi? Yaqin bo'lsanglar tepaga. Iynani ustida yuribdi hozir hamma. Portlab ketasiz, mina maydonida yuribsiz. Nima qilasiz? Tepadagi odamlarni ham uyini kuydirib. Odamlar ahmoq emas. Men Toshkentda o'tirib Buxoroda nima bo'layotganini, obul prokuror kimlarning orqasidan katta ketib yurganini, oblast ichki ishlar boshqarmasi kimlarning orqasidan takatalsanlik qilib yurganini men yaxshi bilaman. Uylaring kuyib ketadi mayna. O'ynashmalaring bugun oliy rahbariyatdagi odamlarni orqa qilib. Prezidentga yaqinlik mina maydonida yurish bilan tepading deyman. Portlab ketasizlar hammalaringiz. Prezidentga yaqin odamlar adolat va diyonat tarafida turish kerak. Prezidentga yaqin odamlar prezidentning obro'yini saqlash kerak. Nahot shuni tepadagilar tushunmasa. Men oblastlik militsiya va prokurorlarga aytmoqchiman. O'ylaysizlar, sizlar hamma nohaqlik qilsanglar, tepadagilar sizlarni himoya qiladimi? Yo'q. Tepadagilarni o'zi, o'sha sizlar ishongan odamlarni o'zi qo'lingizdan oladi u dasturni bilan pagoningizni yurib. Prezidentga yaqin odamlar mana shunday harakat qilish kerak. Prezidentning siyosatiga dog' tushirdingizmi? Ketasiz. U davr o'tib ketdi. Prezident atrofidagilar nomini sotib, men kattaga yaqinman deb yurish, u davr o'tib ketdi. Halol, pok odam prezidentga yaqin bo'ladi. Ana shuni esdan chiqarmasin. Ichki ishlar rahbarlari, prokuratura xodimlari. Qachongacha endi sizlarni men o'qitishim kerak? Kuyib ketasizlar hammalaringiz. Buxoroda nima ishlar bo'layotganini bilmaydimi biz? Bilmaydi deb o'ylaysizlar bizlarni. Demak, endi biz sizlarga beradigan musiqiy salomlarimiz bor. Musiqiy tanaffuslarimiz bor. Qizlarimizga navbat beramiz, keyin Qur'on yotar ustoz poyida, jamini pir tutgan Navoiy hazrat. Ustoz buyuk degan buyuk qoida, bu qaytar dunyoda azaliy hikmat. Aflotunga shogird edi Arastu, ul shogirdga shogird bo'ldi Iskandar. Bu oltin silsila davomi mangu, o'zi ustoz bo'lar, ustoz ko'rganlar. Bormi murabbiydan baxtliroq inson, shogirdlari qilsa yuksakka parvoz, boshimizga tojsiz. Bor bo'ling, omon, tabarruklar ichra, tabarruk ustoz. Halima Xudoyberdiyeva. Muqaddas ayol, oshiqlaring poyingga gul otib ham bo'ldi. Xilvatlarda labingdan bol tatib ham bo'ldi. Va bu haqda kimlargadir sotib ham bo'ldi. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Avval kelay quchog'imga to'l balq dedilar. Unamading, ayol o'zi ters xalq dedilar. Icholmagach yuz o'girib, shur talx dedilar. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen daryosan, o'tganini qirg'oq yashirar. Juftim bo'l deb chopganini har toq yashirar. Jannatim deb qonmasdan qumloq yashirar. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Asli bu bor ermaklarning borar yeri sen. Rosti yolg'on ertaklarning borar yeri sen. Asov otday erkaklarning borar yeri sen. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Chorlashganda sen kelsang joh, bekor kelsang-da, mast davraga bir sarin yel, bir tor kelsang-da, xor kelsang-da, nomardlarga goh xor kelsang-da, sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Qiltinasan, astagina ko'tarasan bosh, 1000 yillikdir ko'zingdagi jovdiragan yosh. Gunohkorlar mingu bitta senga tegar tosh.
sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Harir xushbo'y badaningda toshlar izi bor, ko'kragingda egilgan ne boshlar izi bor, quyosh izi, kuydirgan quyoshlar izi bor. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Yaxshi, demak dutorchi qizlarga navbat. Va'da berib ko'zi xumor kelmaganingda, va'da berib ko'zi xumor kelmaganingda, dil bo'zlagaymi seni tamom kelmaganingda, dil bo'zlagaymi seni tamom kelmaganingda, kelgaymi deb yo'llaringga zafir mushtay, kelgaymi deb yo'llaringga zafir mushtay, rangim somon ko'zing tizon kelmaganingda, rangim somon ko'zing tizon kelmaganingda, gal qiynamoqlik qasdida kelmagan esan, qiynoqdagi jonimni sal kelmaganingda, jonu jahonim istasang jon bersang habib, ay, kelmoqni etgil ixtiyor kelmaganingda, kelmoqni etgil ixtiyor kelmaganingda, jon Xo'p, juda yaxshi, qizlarimiz baxtli, saodatli bo'lishsin. O'zbek tili bayramini kecha nishonladik. O'zbek tili juda go'zal til, marhamat. Разрешите вам тогда прочитать небольшой отрывок из известной газели Алишера Наваи. Kecha kelgundur dibon, ul sarvigulru kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Lahza lahza chiqdimu, chekdim yulido intizor. Keldi jon og'zimg'avu, ul shu hibathu kelmadi. O'razidek oydin erkanda, gar etdi ehtiyot. Ro'zg'orimdek ham ulganda qorong'u kelmadi. Ey Navoiy, boda birla xurram et ko'ngling o'yin. Ne uchunki boda kelgan uyga qayg'u kelmadi. Tak, Ilhom aka G'aniyev yozadi Toshkentdan. Assalomu alaykum Ismat Mahmudovich. Kechagi ko'rsatuvdagi pedofillarga deputat singlimiz fikr bildirib, umrbod qamoq jazosini berish kerakligini bildiribdi. Men fikrni qo'llab-quvvatlayman. Rahmat, lekin ertaga yana menda fikrlar paydo bo'ldi. Amerika, Kanadada pedofillarni qanday qilib jamiyatga qaytaryaptilar. Haligi axta qilibmi nimadir. Ularni ertaga gaplashamiz. Bu fikrni ham ertaga olib qo'ying.
Demak, dasturimizni yakunlar ekanmiz. Xo'p, yana bitta ajoyib bir nimani men sizlarga havola qilaman. Xo'p, marhamat. Ey güzel namine deb berdim savol indamadi. Berding savol indamadim. Mahliyo etdi tamom oftob jamol indamadi. Indamadim. Bog'da tanho o'zi gulni terar tong chog'ida. Guldayin kulgan chiroy bo'ldimi lo indamadi. Bağımı qilgan edim san'atimdan yo'lga makon. Kokilim asta-silab o'tsa shamol indamadim. Kokilim asta-silab o'tsa shamol indamadi. Qo'lida gul dastasin menga berar deb o'ylasam. Bag'riga bosdi gulim kuldi xiyol indamadi. Bir edim men o'zima behudaga tashlamagan. Bilmadim ul kim ila aylar visol indamadi. Ko'nglida boshqa birov sevgan vafodori yashar. Shu sabab barcha so'zim keldi malol indamadi. Hey. Shu sabab barcha so'zing keldi malol indamadi. Ey güzel nomingni deb berdim savol indamadi. Ey yaxshi. Oxirjon juda chiroyli chiqdi. Ayniqsa milliy yo'nalishda juda chiroyli chiqdi. Ularga ham baxt saodat tilaymiz. Demak, aziz vatandoshlar, hammalaringizga minnatdorchilik bildiramiz. Eslatib o'taman, bugun 22 oktyabr 2025 yil ona vatanimiz O'zbekistonda chorshanba oqshomi cho'kdi. Hozir Toshkent vaqti bilan soat 9 dan 56 minut o'tdi. 4 minuti kam 22 bo'ldi. Demak, dasturimizni Abdulla Oripovning maktub she'ri bilan yakunlaymiz. Sog' bo'linglar. Davlatimiz bugun juda o'zgardi. Yurtimizda bugun erkin so'z, adolat, diyonat tantanalari sodir bo'lyapti. Ayni paytda prezidentning bu ajoyib siyosatiga dog' tushirayotgan voqealar ham bo'lib turibdi, lekin biz hammamiz birgalashsak, albatta prezident g'oyalari g'alaba qiladi, O'zbekistonimiz yanada gullab yashnaydi. Siyosatni bir chetga qo'yib, men sizlarga bir she'r o'qib beraman. Abdulla Oripovdan. G'azallar to'qirdim senga bir zamon, qo'shiqlar aytardim tunlar qoshingda, nachora ushbu kun o'zga bir inson, o'zga bir muhabbat turar boshingda. Eshitdim xazonli bog'larda tanho o'tkazar emishsan sokin paytlarni, sarg'aygan daftarni varaqlab goho takrorlar emishsan mahzun baytlarni. Men ham tonglar ba'zan yo'lga qarayman, munavvar quyoshga ko'ksimni ochib, sening xayolingdan madad so'rayman, sening xayolingga boraman qochib, lekin qutulmoq yo'q hijron dastidan, faqat qalbimizda bardosh va sabot, dunyoda jamiki hislar ustidan qahqaha uradi qadim bu hayot. Nadomat nimaga va afsus nechun, dunyoda neki bor o'char beshafqat. Bizning vazifamiz ko'nikmoq beun, bizning vazifamiz unutmoq faqat. Yillar ham o'tadi takror va takror, yoshlik ham o'tadi benishon besas, faqat o'sha dam ham xursinib bir bor sevgandim nabiram deya olsak bas.
hammalaringizga oilaviy baxt tilayman. Omon bo'linglar, ota-onalaringizni ishonchini qozoninglar. Davlatimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligida yanada gullab yashnayversin. Omon bo'linglar. Rahmat. Xo'p, demak yana biroz vaqt bor. 1797 ta odam bizni tomosha qilyapti. Demak, Xitoy Xalq Respublikasini O'zbekistondagi elchisi bilan do'st bo'lib qolganimiz haqida. Diyori bir o'lka bor dunyoda, biroq bitilmagan dostondir bori. Faqat ojiz talabim mening O'zbekiston, vatanim mening qiydatulloh. Ben Kanada'da yaşagan 15 yıl jurnalist sifatida O'zbekistonning ijtimoiy siyosiy hayotda bo'layotgan voqealarni Kanada va Amerika nigohi bilan kuzatayotgan jurnalist sifatida Shavkat Mirziyoyev yaqinda madaniyat va ma'naviyat vakillarini to'plab, agar biz yoshlarimizni ongu fikrini zabt etmasak, bizni siyosatimizni to'g'ri tushuntirmasak, xorijdagi muttahamlar alamzada kimsalar egallaydi bizni yoshlarimizni ongu shuurini degan so'zlarini asl ma'nosini men mana shu bugungi zalda, mana shunday ajoyib bir tadbirda yana bir karra anglab yetdim. Ming rahmat Abdusaid aka sizga, ming rahmat Muhammadjon Obidovga, ming rahmat Xitoy Xalq Respublikasini shunday kelishgan yosh, o'zi ham o'zbekka o'xshaydi. O'zbekistonning jasoratli prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Xitoy Xalq Respublikasining yetakchisi Si Szinpin janoblarining ikkala do'stu birodarligi, inoqligi mana ko'rib turibsiz, Xitoy va o'zbek xalqlarining do'stligiga zamin hozirlayapti. Shavkat Mirziyoyevga, Si Szinpin janoblariga shon sharaflar bo'lsin. Zabon kurma, hech qachon o'lkam zabon bilmas. Shu yoshing bilan muzaffar bo'l, g'olib bo'l, o'ktam do'sti yoru qardoshing bilan asrlarning silsilasida boqiy turgay koshonang sening ulug' bashar oilasida mangu yoru peshonang sening mangu yoru maskanim mening O'zbekiston vatanim. Demak, aziz vatandoshlar, bugungi dasturimiz mana shu yerda yakun topadi. Hammalaringizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Demak, dasturimizni Yo'ldosh Eshbekning o'sha mashhur shiorimizga aylanib qolgan satrlari bilan yakunlaymiz. Biz baxtiyor bo'lgaymiz, xo'p, bizni zafar quchajak, boshimizdan charx aylanib qaldirg'ochlar uchajak. Omon bo'linglar.